Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Erkin Tungi Fon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlarga kun mobaynida Tungi Fonga oid bo'lgan barcha foydali ma'lumotlarni Erkin Tungi Fon kanaliga joylab boramiz. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Yana bir fayz xonadonimizda Tungi Fon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Asaga tumani Shtosh mahallasida joylashgan. Bu xonadonimizning ko'cha shapka qismlarini, ichkari shapka qismlarini, Ravot xonalarini tungi fonlar bilan bezab berdik. Tungi fondan tashqari tarnovlar, ustunkalar qilib berdik. Video davomida tungi fonimizning ranglari haqida, qanday fasonlar tungi fonlar qilib berdik, necha pul ketdi, tungi fonning 1 kvadrati necha pulga tushmoqda, shu haqida foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Video rolikimizni kuzatishda davom ettiring. Bu xonadonimizning ko'cha shapka qismi bo'ladi. Ko'cha shapkalarini ham juda ham go'zal fasondagi tungi-mushlarimizdan qilib berganmiz. Tungi fonimizning ranglari oq rangli tungamizga, lentalarga esa nejveka rangli tungamizdan foydalanganmiz. Hamda tarmoqlarimiz mokriy matoviy svetdagi tungi fonimizdan foydalanganmiz aziz do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek juda ham go'zal, skromniy fasondagi tungi-mushlarimizdan qilib, ravotimizning tepa ashpya qismlarini ham tungi fonlar bilan o'rab berilgan. Bu xonadonimizning ravot xona qismi bo'ladi. Ravot xonalariga 36 sm shahmatlarimizdan terib, lentalarni 1,5 qilib, to'pchalarni ham juda ham go'zal qilib yopishtirib, yonboshlarini dasturxonlik fasonda, o'rtalarini mana bunday pianinalardan foydalanib, Versace garnirlarimizdan aylantirib berilgan aziz do'stlar. Tungamizning ranglari esa mokriy matoviga oq rang tungamizdan foydalanganmiz aziz do'stlar. Ravot xonamizga, shapka qismlarimizga esa har doimgidek oq rangli tungamizdan, nejveka rangli tungamizdan foydalanib juda ham go'zal, skromniy fasondagi tungi-mushlarimizdan qilib berilgan. O'tganimizdek bu xonadonimizning ko'cha shapka qismlarini, ichkari shapka qismlarini, ravot xonalarini tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 114 kvadrat tungi fon ishlatdik. Tungi fondan tashqari ko'cha shapka, ichkari shapkalarimizga 32 metr tarnovlar, ustunkalar qilib berdik. Tungi fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasxodlar ichida 140 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz. Shunda bu xonadonimizga 17 million so'm atrofida pul ketdi. Dollarga hisoblaganimizda esa 1300 dollar atrofida pul ketmoqda. Sizlarga ham shunaqa sifatli tungi xizmatlar kerak bo'lsa, Erkin Tungi Fonga murojaat qiling.